Assalomu alaykum hammaga. Check Profit Nasdaq, ya'ni Nasdaq bilan AUD check profitini qilamiz. Ya'ni nimaga sell kirdim, nimaga buy kirdim, nimaga asoslanib order ochdim, shu haqida ko'ramiz. Xo'p, ko'rib turganinglar bu Nasdaq soat 2 soatlik time frame'damiz. Birinchi ko'rgan narsam bu yerda orqadagi chuqur korreksiya, ya'ni sell side zonamiz yechildi. Hamda external liquidity deb olsak ham bo'ladi. Bu bo'lsa bizda FVG'miz irregular, ya'ni internal liquidity vazifasini bajaradi. Bu ham yechilgandan keyin bizada bu nuqta, ya'ni low irregular bo'lib qoladi, external bo'lib qoladi. External liquidity bo'lib qoladi. Xo'p, external liquidity bo'lib qolgandan keyin men savdoga kirishimga yana bitta sabab, trend bo'ylab savdo qildim. Trendga qarshi chiqmadim, o'zi trend sell kelyapti. Hamda 2 soatlik mana bu zona, ya'ni demand bo'lib qolgan, katta qaytaruvchi zona bo'lgan. Shu zonaga narx test berdi. Xo'p, shu zonaga test bergandan keyin mana bunday holat, ya'ni irregular bo'ldi va narx shu zonaga keldi va men sell kirishni M1 time frame'da ko'rdim, ya'ni M15 birinchi o'rinda kuzatdim. Xo'p, M5 ga o'tamiz. Uzman eng tepa maksimum zonasidan kirganman. Narx shu zonaga keldi. Shu zonaga keldi, mana belgilagan 2 soatlikda belgilagan zonamga keldi hamda bu yerda SMT holatda, ya'ni SMT holati kutildi. Buni bu yoqqa olib qo'ysam bo'ladi, buni o'chirib tursam bo'ladi. Xo'p, bizada bu key level hisoblanadi. Xo'p, bizada bu key levelimiz narx kelgandan keyin bu yer SMT bo'ldi, ya'ni 1 minutlikka tushib olamiz. 1 minutlikka tushganimizdan keyin bu yer SMT bo'ldi, ya'ni SMC 500 ga, ya'ni 500 SMT bo'ldi. Shu paraga SMT bo'lgandan keyin men o'zi sellga order qidirishni boshladim. Target zonam bo'lsa mana bu korreksiya bo'lib qoldi. Shu korreksiyagacha ishlash uchun men qidirdim. Xo'p, sell side liquidity deb olsam bo'ladi. Xo'p, 1 minutda narx mana shunday holatda ko'tardi ham. Xo'p, narx bizda SMC 500 ga SMT bo'lgandan keyin men o'zi agar ikki taraflama IFVG BPR desak ham bo'ladi. Ya'ni ikki taraflama BPR bo'lib qoldi. Narx BPR bo'lib qolgandan keyin men o'zi bu yopildi. Yopilishi bilan o'zi mana shu yerdan savdoga kirdim. Men mana shu nuqtadan savdoga kirdim. Keyingi 3-chi candle'ni kutmadim. Take profit high ga qo'ydim, stop lossni va low ga. Buni low ga qo'ydim-da. Shu yerda o'zidan savdoga kirdim. Agressiv kirish bo'ldi. Xo'p, soat bu hozir O'zbekiston vaqti bilan turibdi ekan, -4 ga qo'yamiz. 11:31 PM sessiyani makrosiga ham vaqt to'g'ri keldi. O'zi PM sessiyani makrosi ochilgandi. Makro vaqti ochilgandi bizda. Makro vaqti ochilganligi uchun ham makro menga nima bo'ldi? Interesan bo'ldi. Makroda yaxshi yurib beradi vaqt dedimda, Nasdaqda. Makro vaqtini hisobiga ham tepa SMC 500 ga SMT bo'ldi. Shundoq kirishiga savdoga agressiv ravishda kirdim. Kirganimdan keyin mana shu zona yechilganidan keyin mana shu zona yechildi bizda. Qizil qilib qo'yaman. Men bezubitga qilib qo'ydim. Ya'ni bu yerga stop loss entry ga qo'yib qo'ydim. Shunday holat keldi, bezubitga qilindi narx va kutishni boshladim. Boshlaganimdan keyin narx yana tepaga ko'tardi va air breaker deb olsak ham bo'ladi. Shu zonadan narx yana tashadi pastga. Tashadi. O'ziga high yasab yururdi-da. Bo'ldi, mana shunday holatda o'sha yerda keyin adashmayotgan bo'lsam qaysi time frame? Mana bu yerda IFVG bor edi.
Mana bu yerda IPVG bor edi. Mana IPVG narxda ushlab berdi. Adashmayotgan bo'lsam shu bo'lishi kerak. M3 ko'chib ko'ramiz. Shu yerda bitta IPVG ko'rgandek bo'ldim. Ha mana M3da IPVG ko'rdim. Mana bu yerda. Hop, mana shu zona narxi ushlab berib turdi. Uzoq vaqt ushadi va narx pastga qulashni boshladi va buni yechdi-da yana ko'tarishni boshladi. Men o'yladim mana yerda yechib M5 time frame'da ko'rdimmi? Shu M5 FG'si ushlab beradi shekilli deb kutdim, ushlab bermadi-da. Narx yana pastga intilish o'rniga tepaga qarab ketaverdi. 1 minutga qaytamiz. Narx impuls bilan ketaverdi. Bilan ketdi-da, keyin hop, bu serverda sweep qilmagan, lekin men o'zim savdo qilayotgan platformada tepani sweep qildi. Ya'ni men bu buni yechib sweep qilib tushib ketdi. Men o'zim platformamda savdo qiladigan platformamda sweep qildi va narx birdaniga pastga tushdi va pastni tozaladi. Undan tashqari bu yer sweep bo'lib qolgan hisobiga SMT bo'lmadi. Yaxshi SMT bo'lganda ko'tarib yuborardi. Sweep bo'ldi. Mana bu korreksiyani sweep qilib keyin narx tushib ketdi. Xo'p, mana shu holatda сделка qilindi. Bu yerda agressiv savdo birinchi o'rinda makro vaqtiga to'g'ri keldi. Key levelga keldi. S&P 500 ga bizda SMT bo'lgani va oxirgi korreksiyamizga biza take profit qo'ydik va 1 ga 5.5, 1 ga 6 ga yaqin RR olib chiqdim bu yerda savdoda. Bezib bitgan o'sha joyida qolgan. Surmadim, entryda qoldi oxirigacha. Entry qilgan joyim o'ziga qo'yib qo'ydim. Komissiyani hisoblab. Birinchi entryim shunaqa bo'ldi. Eng oxirgi entryim juma kuni nofarim bor edi, esinglarda bo'lsa o'sha kungi entryim shunaqa bo'ldi va bundan tashqari OutUSD ga entry qildim. OutUSD da entry qildim. Uni qo'lda o'zim avtomatik yo'qordim market orqali take profitga yetib borar ekan. O'zim ozgincha e'tiborsizlik qilib FOMO bo'lib, qo'rquv bo'ldi. Shu orqali yo'qordim. Xo'p, nima gap? Bunga nimaga buy kirdim, nimaga long kirdim? Qaranglar. Birinchi o'rinda long kirganimiz sababi. Xo'p, bu yerda narxlar tozalanib kelyapti va bu yerdagi blok zona, xo'p, bu yerda mana blok zona bo'lib qolgan. Shu narx tepaga ko'tarib berdi buni. Xo'p, buni 1 soatda ham yoqqa ko'rsatsam bo'ladi. Xo'p. Mana yerdagi likvidность tozalandi, bu muhim emas, orqada qolib ketgan. Xo'p, mana yerdagi blok zonamizda kichkina time frame'da blok bo'lgan. Blok zona narxi ko'tarib berdi. Bu 1. Blok zona ko'tarib bergandan keyin mana shu zona bilan mana shu yer NZD-USD ga SMT bo'lgan. NZD-USD ga OutUSD SMT bo'lar ekan. Yaqinda bildim buni o'zim. Xo'p, bu SMT bo'ldi. Bu yer SMT NZD-USD ga SMT bo'lgandan keyin men NZD-USD ga SMT bo'ldi va narx ko'rib turgan zonalar sweep bo'lgan, yopilgan. Xo'p, bu yerda FVG bor. 30 minutlikni ko'rsam hozir. Xo'p, mana 30 minutlik FVG ga narx ya'ni 30 minutlik FVG ga test bergan. 30 minutlik FVG ga test berdi. Ya'ni bu narx FVG ushlab turganda keyin men yana nima qildim? Bu narx FVG ko'tarib turgani uchun, ushlab turgani uchun sessiyaga qaradim. Avvalo sessiyaga qarab, xo'p, sessiyaga qaraganimda Aziya sessiyasi o'sha bu yerda yopilgandi. Aziyani low'ini sweep qilgandi. Aziyani low'ini sweep qilib, Frankfurt sessiyasi low'ini olgandi, ya'ni London aralash bo'ldi. Xo'p, sweep bo'lib yopildi. Bu 1. Keyin men
Fig ushlab turganda M30 Fig ushlab turganda Asian Low yechilganda men Take Profit'da Asian High PDH gacha qo'ydim. PDH o'zi yechilgandi ham menimcha. Shu PDH desiga ham bo'laverar ekan. Asian High gacha qo'ydim Take Profit'da. Menga entry'imga tepaga yurishga sabab birinchi o'rinda Asian High bo'ldi. Keyin bu yerda buy side bo'ldi. Bizda buy side bo'lib qoladi bu yer. Bu yer buy side vazifasini bajardi va narxni men kutdim kelishini qayerga. Xo'p, bir marta bu yerga test berib ketdi, men kira olmay qoldim. Xo'p, buni kesib oling. Ya'ni xuddi shu holatda birinchi entryda bu zonadan ushamadim. Chunki ko'rganimda o'sha narx yurib ketib bo'lgan ekan. Keyin men bu zonani o'zim uchun qaytaruvchi zona hisobladim, blok sifatida ishlatdim. Bu yerda MSS bo'lgan, mana ichki MSS bo'ldi. Shu zonadan men hisoblab entry qilishga qaror qildim. Mana shu yerdan kelishiga narx. Stop loss buni lowga, take profit'ni Asian High'ga 1-2 error qo'ydim. O'zi target buy side gacha edi. No Asian High'da market yopvordi o'zi. Xo'p, ozgincha ko'tardi, rosa rangelashdi bozor. 25 ko'tadigan bo'lsak, bu yerda sweep qildi. Rosa bozor no farmga yaqin ancha qiynadi. Hech qaysi tarafga yurib bermadi. Buni yechdi, korreksiyani, ya'ni investmentni yechdi. Bozor rosa rangelashdi va no farm vaqti chiqishi bilan o'zi mana shu holatda o'zi mana shu yerdan bozor no farm chiqdi o'zi mana shu yerdan. Bu M3 bo'lsa kerak. M3 da ko'rdim shekilli. Mana shu blok zonani o'zidan menimcha mana. Mana shu yerda o'zidan narx tepaga kelgan. Mana shu yerda pastdan ekan. Shuni chiqib targetni olib berdi. Shu holatda сделкamiz mana shu tepada yopildi. Market yopvordi mana. Kirganim sabablari M30 FVga, NZDga SMT'si, FV ushlab turgani, keyin blok bo'lib, mayer ichki sinish bo'lib qolgani, shu sabablar bilan kirib yopdim va narx tepani yechib bera olmadi, buy side yechib bermadi. Asian High'ni o'zini yechib, endi no farmda kuchli yurishdan keyin orqaga qaytish ham bo'ladi. Shu sabab narx yana orqaga qaytib ketaverdi. Qisqasi no farm bo'lgani uchun ham katta risk qilinmagandi bu yerda. 0.50% risk qilgandim. Shu bilan narx tepaga yurib berdi shu zonamizdan. Ancha qiynadi lekin. Men bu pastga yechib keyin yana FVga test berib ketishi mumkin deb o'yladim, yopmadim, lekin no farm buy chiqib berdi, yaxshi. Shu ikkita entryni qildim. Ya'ni Nasdaqda sell ishladim. Qaysin dedi? Nasdaqda sell ishlab shu holatda yopdim сделкalarimni. Keyin esinglarda bo'lsa, Dixida kecha men buy berdim. Morning call'da. U ham mana ko'ryapsizlar, o'zi aktiv yurib berib yuryapti. Ya'ni menimcha 4 soatli yoki 2 soatli FVdan buy bergandim. Mana shu zonadan buy berdim. Narx shu zonaga kelib 1 soatlikmikan. Bas mana shu zona edi, mana shu FVga kelib narx idealni ko'taryapti. Mana shu zonaga buy bergandim. Buni tashladim ham sizlarga, ko'rdinglar o'zinglar. Xullas, sabablarini ko'rdinglar. Kirganimni, ya'ni nimaga buy kirdim, nimaga sell kirdim, hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, shular edi. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa uzr, anchadan beri video yozmayotganimga. Baribir nima bo'lyapti? Nima deydi? Hayajonmi yoki nima deyman bilmayman, lekin
oldingidaqa cho'tka videolar yozishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, charchamanglar.